Assalomu alaykum. Vatanimiz va jahonda sodir bo'layotgan qizg'in jarayonlar bilan Fresh News informatsion dasturi sizga tanishtiradi. Studiyada Azbek Mehriddinov bugun dasturimizda. Mast erkak Cobalt rusumli avtomashinani o'g'irlab, baxtsiz hodisaga uchradi. Istanbulda 6.2 magnitudali zilzila sodir bo'ldi. Aston Villa De Bruyne uchun kurashga qo'shildi. Bularning barchasi Fresh News informatsion dasturida batafsil. O'zbekistonda ziyorat safarlarini noqonuniy tashkil etganlar qo'lga olindi. Farg'ona viloyatining Shahrixon tumanidagi sayyohlik firmasi direktori 4 kishilik yo'llanma uchun $4200 olayotgan vaqtida qo'lga olindi. Sirdaryo viloyati Oqoltin tumanida yashovchi fuqaro o'zini tur operator sifatida ko'rsatib, 3 kishilik haj safari uchun $3400 talab qilgan. Qarshida xususiy aviakassa rahbari $1200 evaziga umra va'da qilgan va pora bilan qo'lga olingan. Toshkent viloyatida muqaddam sudlangan shaxs haj ziyorati uchun oldindan $2000 olgan. Hibsga olinganlarning barchasi firibgarlikda gumon qilinmoqda. Hozirda tergov harakatlari olib borilmoqda. Poytaxtimizning Mirobod tumanida joylashgan Toshkent davlat transport universitetida o'quvchi yoshlar uchun O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi akademiyasi magistratura tinglovchisi polkovnik Abdunabi Nosirov hamda Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasi yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari, Mirobod tumani ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi xodimlari tomonidan universitetning 300 dan ortiq talaba yoshlariga yoshlar o'rtasida bezorilik hamda hayot va sog'liqqa qarshi jinoyatlarni oldini olish mavzusida uchrashuv bo'lib o'tdi. Ma'ruza davomida talabalarga xodimlar tomonidan huquqbuzarliklar turlari haqida bir ma'lumotlar berildi va ushbu holatlarni kelib chiqish sabablari hamda shart-sharoitlari haqida yig'ilganlarga tushuntirish ishlari olib borildi. Narkotik vositalarini, turli psixotrop moddalar yoshlar o'rtasida iste'mol qilish va bu orqasidan sodir etilayotgan jinoyatlar, ularning tahlil va oqibatlari haqida gapirdik. Bugun esa bevosita mana shu yoshlar o'rtasida bezorilik hamda hayot va sog'liqqa qarshi jinoyatlarni oldini olish mavzusida gaplashib olamiz. Hozirgi kunda jamiyatimizda uchrab turgan kiber jinoyatlar haqida to'liq ma'lumot berish uchun malakali tergovchilar ham so'zga chiqib, mazkur jinoyatlarning qurboniga aylanib qolmaslik yuzasidan kerakli tavsiyalarni berib o'tishdi. Telegram, Facebook, Instagram har xil saytlar orqali sodir etiladigan jinoyatlar axborot texnologiyasi sohasiga jinoyatga kiradi. Yanada ko'proq tushuncha hosil qilinishi uchun yig'ilganlarga bezorilik, o'tkir tig'li jismlar bilan bog'liq holatlar haqida lavhalar namoyish etildi. Mana bugun Toshkent davlat transport universitetida Toshkent shahar ichki ishlar boshqarmasi tomonidan talabalarni huquqini, majburiyatlarini tushuntirib berish uchun ajoyib davra suhbat tashkillashtirildi. Bu davra suhbatida kiber jinoyat, jamiyatda yurish-turish odob qoidalari haqida batafsil tushunchalarga ega bo'ldik va bundan biz xursandmiz. Ichki ishlar bosh boshqarmasi tomonidan mas'ullar tarafdan har payshanba kuni profilaktik kuni bo'lib o'tadi. Bugun ham talabalarga mas'ullar tarafidan buzarlik, jinoyatchilikni oldini olish bo'yicha, giyohvandlikka qarshi kurash, yo'l harakati xavfsizligi bo'yicha barcha talabalarga tushunchalar olib borildi. Biz shunaqa uchrashuvlar orqali huquqbuzarlikni oldini olishga erishamiz. Transport vositalari bilan bog'liq turli ko'rinishdagi huquqbuzarliklar va jinoyatlar haqida yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi boshlig'ining o'rinbosari so'zga chiqib, mazkur huquqbuzarliklar haqida keraklicha ma'lumotlar berib o'tib, talaba yoshlarni yo'l harakati qoidalariga rioya etishlari bo'yicha ogohlikka chaqirdi. O'zbekiston Markaziy banki Tencent Cloud International delegatsiyasi bilan Xitoyning WeChat Pay tizimini milliy to'lov tizimlari bilan integratsiyalash imkoniyatlarini muhokama qildi, deb xabar bermoqda Markaziy bank matbuot xizmati. Muzokaralarda raqamli texnologiyalar sohasidagi hamkorlik va to'lovlarda QR kodlardan foydalanish imkoniyatlarini o'rganish haqida so'z bordi. Ushbu tashabbus ikki tomonlama hamkorlikni rivojlantirish va O'zbekistonda to'lov tizimlarini yaxshilashga qaratilgan.
Surxondaryo viloyatida mast erkak Cobalt rusumli avtomashinani o'g'irlab baxtsiz hodisaga uchradi. Davlat yo'l harakati xavfsizligi inspeksiyasi matbuot xizmati xabariga ko'ra, 44 yoshli erkak yo'l harakati xavfsizligi xodimlarining mashinani to'xtatish haqidagi talablariga e'tibor bermagan. U yo'lini to'sib, to'xtab turgan mashinaga borib urilgan va organ xodimlaridan qochishga uringan. Sud hukmi bilan jinoyatchi 267-moddaga asosan 3 yil muddatga ozodlikdan mahrum etiladi. aprel kuni Turkiyada mahalliy vaqt bilan soat 12:49 da 6.2 balli kuchli zilzila sodir bo'ldi. Anadolu agentligining ma'lumotiga ko'ra, zilzila markaziy nuqtasi Istanbulning Silivri tumanida joylashgan. Soat 13:02 da 4.9 balli yana bir zilzila sodir bo'ldi. Uning markaziy nuqtasi esa Marmara dengizidagi Buyuk Chekmecha sohili yaqinida joylashgan. Qurbonlar va jiddiy vayronagarchiliklar haqida ma'lumotlar yo'q. Diaro Sport xabariga ko'ra, Saudiya klubi Barselona o'yinchisini qo'lga kiritish uchun bor imkoniyatlarni ishga solmoqda. Yaqinda arab klubi delegatsiyasi braziliyalik futbolchi va boshqa o'yinchilarni sotib olishni muhokama qilish uchun Barselonaga tashrif buyurdi. 365 Scores ma'lumotiga ko'ra, klub Rafinyaga 4 yillik shartnoma taklif qildi. Unga ko'ra 4 mavsum uchun jami $200 million, ya'ni har bir mavsum uchun $50 million to'lanadi. Al-Hilol Barselonaga o'tish uchun $100 million to'lashga tayyor. Biroq oxirgi qarorni Rafinyaning o'zi qabul qiladi. Ta'kidlanishicha, yarim himoyachi birinchi navbatda Barsada o'ynashni davom ettirishni xohlaydi. Real Madrid bosh murabbiyi Carlo Ancelotti Barselonaga mag'lub bo'lsa, iste'foga chiqarilishi mumkin. Ispaniya nashrlarining xabar berishicha, shunday bo'lgan taqdirda klublar o'rtasidagi jahon chempionatiga Madrid jamoasini Raul yoki Solari tayyorlaydi. AQShda bo'lib o'tadigan musobaqadan so'ng esa jamoani Xabi Alonso qo'lga olishi mumkin. Ma'lumot uchun, Santiago Solari 2018-2019 yillar oralig'ida ham ma'lum muddat Real Madridni boshqargan edi. Manchester City yarim himoyachisi Kevin De Bruyne Aston Villaga o'tishi mumkin. Bu haqda Sky Sports xabar berdi. Manbaga ko'ra, belgiyalik 33 yoshli futbolchiga Inter Miami, Chicago Fire, DC United va Aston Villa jamoalari tomonidan jiddiy qiziqish bo'lmoqda. Da'vogarlar orasida Birminghamliklar ham futbolchi istagan taklifni berishga tayyor. Shuningdek, Como klubi ham yarim himoyachini qo'lga kiritish imkoniyati bor yo'qligini aniqlashga harakat qilmoqda. Bu mavsum De Bruyne APLda 24 ta o'yinda maydonga tushib, 3 ta gol va 7 ta assistni qayd etgan. Bugun sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabar va tafsilotlarimiz shundan iborat edi. Siz Fresh News informatsion dasturini tomosha qildingiz. Bizdan uzoqlashmang. Xayr, salomat bo'ling.